eng arzonida, eng arzon narxda Toyota Highlander avtomobili Hybrid Limited eng fulli 2024-2025-yil O'zbekistonga kirib kelgan, ofitsialniy, dokumentalniy hamma narsasi rastam-moshkali qilib, nomerlari saqlab qo'yilgan, lekin yurmagan mashina. 230 kilometr tabloda turibdi. Hibrid, ekonom, yumshoq, oilaviy yurishga zo'r mashinalardan bittasi. Juda ham fanatik mashinalardan bittasi. Full 360 bezkulchovoy. Slipoy zonalar hammasi bor, pamit sidenali, laminatsiyalar zavod. Yangi turibdi mashina, yurmagan. Zapas pultlari bor ekan. Poliklari orqada bagajda salafanda turibdi, hali taqilmagan. Hidi, yangi mashina hidi boshqacha bo'ladi. Yangi turibdi. Mashinalarni yaqinlarda ham o'zi 70 ming sotishyotdi. Rasa minimallik ko'rgan narxlarim 67-68 ko'zim tushdi shu kunlarda ham. Xo'p. Eng arzonida buni olib mazza haydashingiz uchun bor yo'g'i 63900 ulgurib qolinglar.